alaykum hurmatli hamkorlar. Men Mikrobank Bank Qo'qon BXM boshqaruvchisiman. Ismim Murod, familiyam Ergash. Sizlarga hozir rejamiz bo'yicha 3 tajribasi asosida uchrashuv belgilangan bugungi kishtoga 27-may 2025-yilda. Biz hozir sizlarga nima yo'nalishda kirib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, tadbirkorlik yo'nalishida bitta so'raymiz. Kimga nima qiziqsa, bizning reklama talablarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, sizlarga kirib ajratib beramiz. Xo'p, siz qaysi mahalladan? Beshqaror. Nima maqsadda kirib olmoqchisiz siz? Nima tadbirkorlik qilmoqchisiz? Nima maqsadda kirib olmoqchisiz? Qanaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchisiz? Aytavering. Xo'p, qarorni nechta olmoqchisiz kirdik? 18 million. Sharoitingiz bormidi? Kirib boqishga? Xo'p, biz 18 million kredit ajratishimiz mumkin. Beshqahramon mahallasiga sizga har bir oylik tadbirkor dasturida kredit ajratishimiz mumkin. Yoki meni mahallam yoki meni mahalla biznes loyihasida kredit ajratishimiz mumkin. Mahalliy molga ham ajratib berishimiz mumkin. Plastik kartochkangizga tushunib beramiz. Hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, hokim yordamchisining tavsiyasi asosida beriladi. Mening mahallam yoki mening mahalla biznes yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri mahalla bankirlari yoki mahalla agentlari bilan beriladigan kredit bo'yicha to'g'ri hujjatni beraveramiz. Xo'p, sizchi, siz qaysi mahalla? Do'stlik mahallasi. Nima maqsadda kredit olmoqchisiz? Uyimiz oldiga maktab bor, o'sha yerga. Xo'p. Kichik tadbirkorlik, ya'ni marojniy apparat. Xizmat ko'rsatish nuqtasini tashkil qilmoqchisiz. Shuni, joyimiz bor o'zimizda. Kim sizning familiyangiz? Faxriddin Shodboyev. Tadbirkorligingiz bormi? Yuridik ro'yxatdan o'tganmisiz? Yo'q, endi birinchi marta. Xo'p, ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, yangi ro'yxatdan o'tgan subyektlarga ham kredit beriladi. Bunda ham shu mening mahallam yo'nalishida olishingiz mumkin yoki har bir oila yo'nalishida olishingiz mumkin. Umuman imtiyozli kreditning har xil turi bor. Bunda faqat xizmat ko'rsatish yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar ro'yxati reklama bo'yicha hujjat taqdim qilasiz. Hujjat qilish asosida hujjatlashtirib kredit ajratib beriladi. Hujjat taqdim qilsangiz, ko'rib chiqib beriladi. Muammo yo'q. Siz qaysi mahalla? O'zbekiston Beshikli mahallasi. Siz nima tadbirkor qilmoqchisiz? Shu chorvachilik bilan qo'shimcha oilaviy biznes bog'cha tizimi bo'yicha, ikkalasi bo'yicha. Bog'cha? Oilaviy bog'cha. Uy bog'cha. Oilaviy bog'cha, keyin chorvachilik ikkalasi yo'nalishi bo'yicha bizda. Hop. Qaysi qilmoqchisiz hozir? Yatib-tovachilik ikkalasi ishlam. Yatib-tovachilik hamma ishlar qilingan. Oilaviy bog'cha bo'ladigan bo'lsa, hozir faqat 312 sonli qaror asosida kredit olishingiz mumkin. 100 million so'mgacha ta'minotsiz kredit ajratib beriladi. Garov bilan ko'proq olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 300 million so'mgacha kredit ajratib berilamiz. Imtiyozli. Bizga 22% dan beramiz. 21% dan beramiz. Bizni Qumqo'rg'on tumani 3-toifa bo'lganligi uchun 21% dan kredit ajratib beramiz. Agar tadbirkorlik subyekti rahbar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, 1% kamaytirib berishimiz mumkin. Ya'ni 20% dan berishimiz mumkin. Bunaqa imkoniyatlar bor. Sizchi? Aka? Men G'alab mahallasida chorvachilik rivojlantirish uchun 17 million kredit olmoqchiman. Sizga ham shu akalarga tushuntirganda chorvachilikka ham kirib beramiz, 3 ta yo'nalishda. Plastik kartochkangizni o'chirib olishingiz mumkin yoki ta'minotchilardan chorva molini olgandan keyin ta'minotchiga o'tkazib berishimiz mumkin. Kredit ajratib beriladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Chorvachilikka kim olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, tartib bir xil bo'ladi. Bu akaga tushuntirgandim. Sizcha aka? Yangi mahalla qurilish mahsulotlarini ta'minlash. Qarang, uyingizni ta'mirlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bizda mikroqarz berishimiz mumkin sizga, to'g'rimi? Mikroqarz beramiz uyingizga, ya'ni maqsadsiz kredit. O'zingizning shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun beriladigan kreditlar bor. Buni olib hujjatlashtirib olishingiz mumkin. Necha foiz? Foizi 28% 3 yil muddatga beriladi. 1 yildan 3 muddatgacha beriladi. Siz